Assalomu alaykum. Men Turdiboyeva Aziza 401-guruh talabasi. Bugun sizlarga axborot xavfsizligi fanidan diskdagi ma'lumotlarni shifrlash, TrueCrypt, BitLocker va VeriCrypt misolida mavzusini tushuntirib beraman. Reja, disk shifrlashning ahamiyati, TrueCrypt tarixi va xususiyatlari, BitLocker Windows bilan integratsiyasi. Birinchi rejamizga e'tibor qaratsak, disk shifrlashning ahamiyati. Disk shifrlash ma'lumotlarni himoya qilishning muhim usuli hisoblanadi. Bugungi kunda internet va texnologiyalarning rivojlanishi bilan ma'lumotning o'g'irlanishi xavfi oshdi. Shifrlash ma'lumotlarni maxfiy saqlashni ta'minlab, ularni ruxsatsiz kirishdan himoya qiladi. Masalan, shifrlangan diskda saqlangan ma'lumotlar faqat to'g'ri kalit bilan o'qish mumkin. Bu esa ularning xavfsizligini oshiradi. TrueCrypt tarixi va xususiyatlari. TrueCrypt dasturi 2004-yilda yaratilgan bo'lib, shifrlashni osonlashtirish maqsadida ishlab chiqarilgan. Bu dastur yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi. TrueCrypt diskni to'liq shifrlashni ta'minlab, foydalanuvchiga qulay interfeys taklif etadi. Shifrlash jarayoni oddiy va tez amalga oshiradi. TrueCrypt dasturi ochiq manba kodiga ega bo'lib, bu uning xavfsizligini yanada oshiradi. Ko'pchilik xavfsizlik mutaxassislari tomonidan sinovdan o'tgan va tavsiya etilgan. Bu dastur ommabop va hammaga qulay dastur hisoblanadi. BitLocker Windows bilan integratsiyasi. BitLockerni biz Windows bilan integratsiyasini ko'radigan bo'lsak, BitLocker har bir disk bo'lagini shifrlash orqali ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlaydi. Bu ma'lumotlar o'g'irlanishidan himoya qiladi. BitLocker Microsoft tomonidan ishlab chiqarilgan. Windows operatsion tizimiga bevosita integratsiyalashtirilgan, ya'ni Windows kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu foydalanuvchilarga shifrlashni yanada osonlashtiradi. Har bitta Windows operatsion tizimida mavjud. BitLocker shifrlash jarayonida foydalanuvchidan yuklab olish talab qilmaydi. U avtomatik o'zi bo'ladi har bir kompyuterda. Natijada foydalanuvchilar qo'shimcha dasturlar o'rnatmasdan foydalanishi mumkin. Bu bizga qulay tomoni. BitLocker TPM, ya'ni Trusted Platform Module bilan ishlash orqali xavfsizlikni yanada oshiradi. Bu kalitlarni maxfiy saqlashda yordam beradi. VeriCrypt yangi imkoniyatlari. O'zi VeriCrypt qanday ilova va nima uchun kerak degan savollarga javob beramiz. VeriCrypt bu TrueCryptning davomchisi sifatida yaratilgan bo'lib, ko'plab yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu dastur eski TrueCrypt versiyasining zaifliklarini bartaraf etadi. VeriCrypt foydalanuvchilarga diskni to'liq shifrlash imkonini berib, ma'lumotlarni yanada xavfsiz saqlashni ta'minlaydi. Shifrlash jarayonini tez va samarali, oson qilib beradi. VeriCrypt juda kuchli shifrlash algoritmlarini qo'llaydi. Bu esa ma'lumotlarni himoya qilishning yuqori darajadagi xavfsizligini ta'minlaydi. Biz TrueCryptning o'rniga VeriCryptni ishlatsak, juda ham o'zimizga qulay hisoblanadi. Shifrlash algoritmlar tahlili. Shifrlash algoritmlari ma'lumotlarni himoya qilishning asosiy usullaridan biridir. AES, RSA va Blowfish kabi algoritmlar har xil shifrlash ehtiyojlari uchun mo'ljallangan. AES tezlik va xavfsizlik bilan tanilgan bo'lib, ko'plab davlatlar tomonidan rasmiy ishlatiladi. Bunda ma'lumotlaringiz xavfsiz va tezlik bilan ishlatishingiz mumkin. RSA esa asosan ma'lumotlarni almashishda kalitlarni himoya qilish uchun keng qo'llaniladi. Bu esa shifrlash jarayonini yanada samarali qiladi. RSA bizlarga juda ham qulay, chunki biz
kalitlarimizni yaxshi himoya qiladi va shifrlashda juda ham qulay. Shifrlash bu axborotni maxfiy holatda saqlash yoki xavfsiz yetkazib berish uchun matnni shifrlangan holatga keltirish jarayonidir. Shifrlash turlari mavjud. Simmetrik va nosimmetrik. Kalit turi bo'yicha simmetrik shifrlash ochiq kalitli, nosimmetrik esa yopiq kalitli deb ham yuritiladi. Endi biz ma'lumotlarni tiklash usullarini ko'rib o'tsak. Ma'lumotlarni tiklash usullari shifrlangan ma'lumotlar yo'qolganligida yoki buzilganida muhim ahamiyatga ega. Foydalanuvchilar shifrlashdan oldin zaxira nusxalarini yaratish orqali ma'lumotlarni saqlashlari mumkin. Shuningdek, ba'zi dasturlar shifrlangan ma'lumotlarni tiklash uchun maxsus vositalar taqdim etadi. Bu usullar ma'lumotlarni tez va samarali tiklashni ta'minlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga xavfsizlikni oshirishda yordam beradi. Biz yo'qolgan yoki o'chirib yuborilgan ma'lumotlarni shu usullar orqali tiklashimiz mumkin. Shifrlash va tezlik muammolari. Shifrlash jarayonida ma'lumotlar tezda o'qish, yozish imkoniyatini cheklaydi. Bu foydalanuvchilarning ish faoliyatini sekinlashtirishi mumkin. Tezlik muammolari shifrlash algoritmlarining murakkabligiga bog'liq. Qiyin algoritmlar ko'proq resurs talab qiladi. Ba'zi shifrlash dasturlari tezlikni oshirish uchun optimallashtirilgan, lekin bu xavfsizlikni kamaytirishi mumkin. Shuning uchun muvozanatni topish zarur. Shifrlash va tezlik o'rtasidagi muammo foydalanuvchilar uchun doimo muhimdir. Ular yuqori xavfsizlikni saqlab qolish bilan birga tezlikni ham hisobga olishlari kerak. Xavfsizlikni ta'minlash usullari. Xavfsizlikni ta'minlash usullari shifrlash jarayonining muhim qismidir. Foydalanuvchilarga kuchli parollarni tanlash va ularni muntazam ravishda yangilash orqali xavfsizlikni oshirishlari mumkin. Shuningdek, ikki faktorli autentifikatsiyani qo'llash ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishning oldini oladi. Xavfsizlikni ta'minlashda dasturlarni muntazam yangilab turish ham muhimdir. Chunki yangilanishlar ko'pincha xavfsizlik kamchiliklarini bartaraf etadi. Kelajakda shifrlash tendensiyalari. Kelajakda shifrlash tendensiyalari kvant kompyuterlardan rivojlanishi bilan o'zgarishi mumkin. Bu hozirgi shifrlash algoritmlarini zaiflashtirishi mumkin. Hozirgi shifrlash juda ham ko'p vaqt olsa, keyingi kelajakdagi shifrlash juda ham oson va sodda bo'lishi mumkin. Yangi shifrlash texnologiyalari foydalanuvchilarga yanada yuqori xavfsizlikni ta'minlaydi. Ochiq manba kodli dasturlar ko'proq rivojlantiradi. Foydalanuvchilarning shifrlashga bo'lgan ehtiyojlarining ortishi bilan shifrlash vositalarining ishlash tezligi va samaradorligini oshiradi. Kelajakda shifrlash va ma'lumotlarni himoya qilish uchun yangi standartlar ishlab chiqish kutilmoqda. Bu esa xavfsizlikni yanada oshirishga yordam beradi. Diskdagi ma'lumotlarni shifrlash. Biz xulosa qilib aytadigan bo'lsak, foydalanuvchilarning fayllarni ruxsatsiz kirishdan himoya qilishning muhim usuli hisoblanadi. TryCrypt dasturi ilgari keng qo'llanilgan bo'lsa-da, hozirgi qo'llab-quvvatlanmaydi. BitLocker va Windows tizimiga integratsiyalashgan bo'lib, qulay va ishonchli yechim sanaladi. VeraCrypt TryCryptning asosida yaratilgan ochiq kodli dastur bo'lib, kuchaytirilgan xavfsizlikni ta'minlaydi. Bu 3 ta dasturdan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy sharoitda VeraCrypt va BitLocker ma'lumotlarni himoyalash uchun eng ma'qul vositalar hisoblanadi. Bu bizning slaydimiz edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi biz amaliy qismda BitLockerning ishlash jarayonini ko'rib o'tamiz. Biz pusk tugmasidan BitLocker deb yozamiz. Bizga C disk va D diskdagi BitLockerlarimiz ko'rindi. Bular hozir ochiq turibdi. Bizlar buni yoqishimiz va C disk